Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Management.uz platformasida ishlashni ko'rib chiqamiz bugun. Management.uzga kirish uchun birorta ixtiyoriy brauzerdan foydalanamiz. Biz Google Chrome'ni tanlaymiz. Menda pozitivlar ko'p. Sizlar boshqa pozitivdan ham foydalanishingiz mumkin. Ba'zilarda bu chiqmasligi mumkin. Biror pozitiv tanlaymiz va adreslar satriga yozamiz management.uz sayt nomini. Management.uz platformasi ochildi. Bu demak asosiy ekran. Bizda maktab, imtihon va maktab maslahatchilari uchun materiallar, testlar bor. Demak, tizim qanday ishlash tartibini keltirganmiz. Zarur adabiyotlarni o'qishingiz mumkin siz va amaliy ish namunalari bilan tanishishingiz mumkin. Va bu bizning tarkibimiz. Shu yerda demak birinchi kirganlar uchun ro'yxatdan o'tishni bosishimiz kerak bo'ladi yoki masalan boshladik degan tugmani bosishimiz mumkin. Ikkalasi ham bir xil joyga boradi. Mana ro'yxatdan o'tish tugmasi. Lekin siz avval ro'yxatdan o'tib bo'lgan bo'lsangiz, bu yerda kirish tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Biz boshidan boshlaymiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz, ro'yxatdan o'tamiz va yana bir ma'lumot, ba'zilar uchun murakkablik qilyapti ekan. Bu qaysiki saytda mobil telefondan kirgan holatda mana bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi mobilni telefonda. Bu yerda mana bu menyuni bosamiz va menyuda chiqadi mana ro'yxatga olish, kirish tugmalari yoki bu yerdan ham boshlashni bossak, demak ishga tushadi ro'yxatga olish qismi. Demak biz katta olamiz. Bu yerda demak bu yerda familiya ism kiritiladi, masalan Alimov Alimjon. Masalan telefon nomer, bu telefon nomer bu avtorizatsiya uchun va bu biz siz bilan bog'lanishimiz uchun. Keyinchalik ro'yxatdan o'tganimizdan keyin sizning hisobingizni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ana shunaqa vaziyatda nomer kiritiladi. Masalan 99 lik birorta nomer masalan va parolni ba'zida shu parol generatsiyani bosib olishadi ko'pchilik. Parolni o'zingiz yozing. Generatsiya qilinganda brauzer parolni generatsiya qilsa juda qiyin parol bo'lib ketadi. Shuning uchun biz oddiy parol qo'yamiz. Va bu parolni ham birovga bermang. Oddiy ham bo'lib qolmasin, esdan chiqmaydigan qiymat qo'yish kerak, parol qo'yish kerak bo'ladi. Va kim bo'lib ro'yxatdan o'tmoqchisiz? Ya'ni siz aynan MTM rahbarimisiz yoki maktab umumta'lim maktab rahbarimisiz yoki maktab maslahatchisimisiz? Bu narsani tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Agar umumta'lim maktab rahbarini tanlasak, biz faqat umumta'lim maktabi rahbarlariga tegishli bo'lgan testlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu MTM rahbariga demak kira olmaymiz. Biz maktabni tanladik. Viloyat xos ochiladi. Negadir ochilmayapti? Tuman ochildi, masalan Boyvut tumani. Ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson.
bo'ldi, ro'yxatdan o'tdik, parollarni eslab qoldik. Mana oddiy foydalanuvchi sifatida o'tganmiz. Demak, o'qishni boshlashimiz mumkin. Xohlasangiz menyudan maktab bo'limiga kirishingiz mumkin yoki mana bu yerdan ham maktabni bossak, demak, umumta'lim maktab rahbarlari uchun modullar keltirilgan va bunda mobil versiyada ham xuddi shu narsalar mavjud. Bu yoqdan kirsak ham farqi yo'q. Masalan, ikkinchi modulni tanlaymiz. Ikkinchi modul demak 5 ta mavzudan iborat ekan. Testga kirish, ma'ruzani o'qish. Siz ma'ruzani o'qib turib, keyin testni bajarishingiz mumkin. Ma'ruzani o'qib chiqishingiz mumkin. Va testni bajarish. Mana biz demak hali ro'yxatdan o'tib hisobimiz to'ldirilmagan ishonch telefonlariga telefon qilib hisobimizni to'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir biz hisobni to'ldiramizda, keyin yana davom ettiramiz. Hisobni to'ldirish haqida sizlar mana bu QR kod orqali bizni to'g'ridan to'g'ri Asaka bankdagi hisob raqamimizga, demak onlayn Sirdaryo Online Education MChJ hisob raqamiga yoki mana bu hisob raqamiga demak pul o'tkazishingiz mumkin. Biz demak bu pozitivni, bu foydalanuvchini hisobini to'ldirib qo'ydik. Hozircha shunaqa chiqib turadi, bir chiqib turib yana qaytadan kirishimiz kerak. Shunaqa parol demak, mana maktab. Endi yana qayta o'sha ikkinchi modulga kiramiz. Modulning nomi o'quv tarbiya jarayonini boshqarish va rivojlantirish moduli. Masalan, 3-mavzuga, yana o'sha 2-mavzuga kiramiz. Mana test chiqdi. Mana shu mavzuga doir demak 5 ta test, yuqorida savollar va qaysi javobni belgilashimiz mumkin. Mobil versiyada ham, telefondan kirsanglar ham xuddi mana shunaqa shaklda bo'ladi. Bemalol belgilab testni yakunlashni bossak, mana biz tavakkal qildik. Hammasi noto'g'ri ekan. Bunda ham mana nimalar chiqdi, natijamiz chiqdi. Masalan, endi hamma mavzularni biz bittalab bajarib ko'rdik. Masalan, va modul bo'yicha oraliq testlar ham bor. Bunda chiqadigan test savollar mana shu hamma mavzularni qamrab oladi va u mana 30 ta chiqadi. Mana bemalol belgilashimiz mumkin. Telefonda ham bemalol o'qib bajarishimiz mumkin. Endi biz hammasini bajarib o'tirmaymiz. Testni yakunlashni bossak, mana to'g'rilari mana yashilda, noto'g'rilari qizilda va javob belgilamaganlarimizni sariqda chiqarib qo'yadi. Mana. Va albatta oxirida yakuniy nazoratimiz ham bor. Yakuniy nazoratda 50 ta savol chiqadi. Bu tizim o'rgatuvchi holatiga, o'rgatuvchi formaga ega bo'lgani uchun biz taymer qo'ymaganmiz, vaqt belgilanmagan, xohlagancha bajarishingiz mumkin. Va yana bir narsa, masalan, siz savolni oxirigacha yechib tugatmagan holatingizda, masalan, nimadir bo'ldi, chiqib ketdingiz yo boshqa joyga o'tib ketdingiz, masalan, bunda ham masalan, men boshqa modulga o'tdim, boshqa mavzudan test so'rayotgandim, yo'q, bizni oldingi savolga qaytarib qo'yadi. Ya'ni bitta jarayonni to'liq testni yakunlashni bosmagunimizcha bizga yangi testga ruxsat bermaydi, ya'ni yangi test chiqarmaydi. Mana biz qaysini bajarsak ham
oxirigacha tugatib qo'yishimiz kerak bo'ladi, xohlasak belgilamasdan, farqi yo'q. Ya'ni tugatganimizdan so'ng, testni tugatganimizdan so'nggina keyingi boshqa mavzudagi savolni ochishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin biz demak moslashtirish testlarini qo'yganmiz. Moslashtirish testlari demak 20 ta. Bu yerda demak qaysi ustunga qaysilari mos keladi. Mana jismoniy shaxslarga murojaat, masalan, yozma bo'lishi mumkin. 1 oddiy savol ekan bu. Ya'ni bu yerda moslashtirish kerak bo'ladi. Ya'ni birinchiga qaysi biri to'g'ri, ikkinchiga qaysi biri to'g'ri usulida. Ikkinchisi ham jamoaning hissiy holatini tushunish, stress. Bilmadim buni. Shunaqa, ya'ni mana birinchi ustun bilan qaysi biri mos keladi. Masalan, 1 bilan B mos kelsa, demak mana bu bo'lishi mumkin. Mana bu 2 bilan A masalan, 3 bilan S masalan, nazorat masalan, 4 bilan D deyapti. 4 bilan mana bu bo'lsa, mana bu narsa to'g'ri bo'ladi. Mana javob to'g'ri bo'ladi. Xuddi shunday qilib buni ham bajarishimiz mumkin bo'ladi. Mana to'g'ri ekan haqiqatan ham. Bu ham mana shu tartibda bo'ladi. Mana shu tartibda. Va eng muhim jihati, biz faqat maktabga kiryapmiz. Agar biz MTMga kiradigan bo'lsak, mana bu narsa xatolik chiqadi. Bu material siz uchun emas degan xatolik chiqadi. Lekin ma'ruzasi bilan tanishishimiz mumkin, bemalol xohlaganimizcha tanishishimiz mumkin bo'ladi. Test namunalar degan bo'lim bor. Bu shunchaki biz o'rganish uchun, bu test namunalariga kirish uchun ro'yxatdan ham o'tish shart emas, pul ham to'lash shart emas. Bu tekinga ochib qo'ygan savollarimiz, belgilab qo'ygan. Bu bazaga ham yozilmaydi. Mavzuni tanlab turib bajargan savollarimiz mana natijalar bo'limida turibdi. Mana yakuniy nazoratda qancha baho olganmiz, qachon olganmiz, necha ball olganmiz, mana saqlanib turibdi hammasi. Mana modul nomi mana bunda. Demak, mana mavzu ko'rinib turibdi. Modul bo'yicha savol tuzib bajargandik. Buning natijasi va shu natijalar shu yerga qarab, demak, bilishingiz mumkin, o'zingizni qay darajada testga tayyor ekanligingizni ham bilishingiz mumkin bo'ladi. Va chiqishni ham bir marta ko'ramiz. Demak, biz oldin ro'yxatdan o'tdik, to'lovlarni amalga oshirdik va hokazo. Keyinchalik ertangi kuni, keyingi boshqa kuni demak kirishni bosib, boyagi ro'yxatdan o'tgan telefon nomerimiz va parolimizni kirgizib ishlatishimiz mumkin. Yana bir narsa, dasturni himoyalab qo'yganmiz. Ya'ni siz login parolni boshqa birovga bergan holatingizda bitta sessiya ishlaydi. Ya'ni bir kishi kira oladi sizni loginingizdan. Ikkinchi kishi kirganda, sizni parolingizni bilganda, bilib turib kirib ketsa, sizdan chiqib ketadi. Ya'ni siz test bajara olmaysiz. Shuning uchun login parolingizni boshqa birovga bermang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga omad.